Bugun Xonsaroy kompaniyasining bahor loyihasi haqida eng ko'p kelgan savollarga javob beramiz. Ushbu turar joy majmuasi Toshkent shahrining Yashnobod tumanida joylashgan. Loyiha 9 ta blok va umumiy 1184 ta xonadondan iborat. Xonadonlar 22 metr kvadratdan 56 metr kvadratgacha va bunga qo'shimcha balkon kvadraturasi ham mavjud. Loyiha 2028-yilning 3-choragida foydalanishga topshiriladi. Turar joy majmuasining maydoni 1.2 gektarni tashkil etadi va uning ichki infratuzilmasi barcha qulayliklarni mujassam etgan. Majmuada 2 qavat yer osti avtoturargoh, eko-hudud, xavfsiz bolalar maydonchasi, tijoriy maydonlar, 24 ga 7 rejimda ishlovchi kuzatuv kameralari joylashadi. Xonadonlarni eng kam 30% boshlang'ich to'lov bilan foizsiz 48 oylik muddatli to'lov asosida xarid qilishingiz mumkin. Bir xonali xonadonlarga boshlang'ich to'lovni amalga oshirib, qolgan qismini oyiga 3.6 million so'mdan, 2 xonali xonadonlarga esa oyiga 7 million so'mdan to'lab borishingiz mumkin. Narxlar bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun sotuv ofislarimizga murojaat qiling.